puchi. Siz mushugingizga korm berib, hatto uni zaharlab qo'yishingiz haqida bilarmidingiz? Bilmasangiz, unda bu videoni tomosha qiling. Ko'pchilik mushugini arzon korm bilan boqadi. Bu xato. Chunki ko'p aksariyat arzon kormlarning tarkibida shakar va mushuklarning organizmi uchun to'g'ri kelmaydigan pripravalar mavjud. Va ba'zilar qiladigan xato yoshi 1 yoshga yetmagan mushuklarga katta mushuklarning kormini berib qo'yadi va yoshi kattalarga esa mayda mushuklarning kormini berib, ularni ajreniya qilib qo'yishadi. Bu noto'g'ri ish. Va bir xilliklar bor, bilib yoki bilmay turib mushuklarga kuchuklarni kormini berishadi. Boraqol. O'zi qanaqangi korm tanlash kerak? Mushuklarga korm berishda ularning yoshi, vozrasti va parodasi inobatga olingan holatda o'sha lineykaga moslashtirib kormlar olib berish kerak bo'ladi. Va korm olayotganda обязательно uni tarkibini o'qib chiqish kerak. Unda eng muhimi shakar bo'lmasligi kerak. Mushuklarning nafaqat kormlari bilan, balki tabiiy yo'l bilan ham boqsa bo'ladi. Bu haqida keyingi videolarimda olib chiqaman. Videoing foydali bo'lgan bo'lsa, обязательно mushuk boqar tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar va uni tarkibida yana qanaqa zararli moddalar bo'lmasligi kerak, o'z fikrlaringizni kommentariyamda yozib qoldiringlar.